Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakultetining bir guruh iste'dodli talabalari bugun Sevimli telekanalining Yangi hayot ko'rsatuvida ijodiy mahorat maktabi mashg'ulotlarini o'tkazmoqda. Albatta bu iste'dodli talabalar qayti kelib, vaqti kelib, mana shunday telekanallarda, telestudiyalarda muharrirlik, boshlovchilik va boshqa mas'ul lavozimlarda faoliyat ko'rsatadilar. Bu yerda pishib yetilgandan keyin turli tashkilotlarning axborot xizmatlariga mas'ul xodim bo'lib boradilar. Bugungi talaba ertangi jurnalist, ertangi umidvor kadr degan umid bilan biz bularga mana shunday savol beryapmiz. Mana iste'dodli talabalardan bir guruhi hozir ularning ham fikrlarini eshitamiz. Marhamat, taassurotlarni yozib oling. Gapiring. Biz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 6-bosqich talabalari ustozimiz To'rqinchbekov tomonidan Sevimli telekanaliga Yangi hayot ko'rsatuviga kelganmiz. Hali ko'rsatuv boshlanish arafasida. Rahmat. Shunday ko'rsatuv boshlanganda esa ular faol ishtirok etadilar. Qayti kelib shunday ko'rsatuvlarni mana shu bo'lajak jurnalistlarimiz davom ettiradilar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.